Esini tanigan o'g'il bola borki, ulg'aygach albatta harbiy libos kiyishni, qo'lida qurol tutib, ona vatan himoyachisi degan sharafli nomga ega bo'lishni orzu qiladi. Mamlakatimizda ana shunday ulug'vor tuyg'ular og'ushida, qalblarida harbiy hayotga bo'lgan mehr va intilish bilan yashayotgan yosh avlodni qo'llab-quvvatlash, ularning ezgu orzularini ro'yobga chiqarishlarida ko'maklashish maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar esa vatanparvar, milliy ma'naviy qadriyatlarga sadoqatli, harbiy bo'lish, ona vatan sidqi dildan xizmat qilishni o'zlari uchun yuksak shon-sharaf deb bilguvchi yangi O'zbekistonning oloqalb yoshlarni kashf etish imkonini bermoqda. Prezidentimiz rahbarligida 2023-yilning 13-yanvar kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida O'zbekistonning davlat suvereniteti, daxlsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash, tarix va kelajak avlodlar oldidagi muqaddas burch ekanini ta'kidlab, qator vazifalar qo'yilgan edi. Ushbu yo'nalishdagi ishlarni yanada takomillashtirish maqsadida 2024-yilning 15-noyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi 393-sonli qarori qabul qilindi va ushbu qaror bilan mamlakatimizning barcha hududlarida jasorat maktablari, har bir tumanda esa maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablaridan birida jasorat sinflarini tashkil etish belgilab berildi. Jasorat maktablarini tashkil etishdan maqsad o'sib kelayotgan yosh avlodni harbiy vatanparvarlik, milliy va umum insoniy qadriyatlarga hurmat, yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ularning ongiga tinchlik va millatlararo totuvlikni ko'z qorachig'idek asrab-avaylash zarurligini chuqur singdirish, yoshlarning barcha yo'nalishlarda bilim va ko'nikmalarni oshirish, O'zbekiston 2030 strategiyasida mamlakatimizni har tomonlama rivojlantirish bo'yicha belgilangan keng ko'lamli vazifalarni samarali amalga oshirish orqali o'quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqishdan iborat. Ushbu keng ko'lamli vazifalarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Mudofaa vazirligining 2025-yil 23-maydagi qo'shma qarori asosida umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi jasorat maktablariga o'quvchilarni qabul qilish va o'quv-tarbiyaviy jarayonini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Ushbu nizom talablaridan kelib chiqib, ana shunday jasorat maktabining ilk jasorat sinfi Amudaryo tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 56-sonli umumta'lim maktabida ham tashkil etilib, joriy yilning 2-iyun sanasidan mazkur sinfga o'quvchilarni qabul qilish jarayoni boshlandi. Mazkur nizom talabiga ko'ra, jasorat sinfiga umumta'lim maktablarining 4-sinfini bitirgan o'quvchilar 5-sinf uchun qabul qilinadi va o'qish muddati 7 yildan iborat bo'ladi. Ta'lim jarayonlari 5-11-sinflarda kunduzgi ta'lim shaklida umumta'lim muassasalari uchun belgilangan davlat ta'lim mezonlariga muvofiq amalga oshiriladi va jasorat sinfiga 26 nafar o'quvchi shaffoflik asosida tashkillashtiriladigan test sinovlari orqali tanlab olinadi. Sinfda matematika, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik, tarix, jismoniy tarbiya, chet tili va fizika fanlari chuqurlashtirilgan tarzda o'qitiladi. O'quv yili davomida 2 marta harbiy poligonlarda, har chorakda 1 marta harbiy qismlarda mashg'ulotlar olib boriladi. Shuningdek, 9-sinfni bitirgan o'quvchilarga tayanch o'rta ta'lim to'g'risidagi, 11-sinfni yakunlaganlarga umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi shahodatnoma beriladi. Jasorat maktablarini a'lo baholarga bitirgan va vatan tayanchi atriyadining a'zosi bo'lgan har bir o'quvchiga Mudofaa vazirligi tomonidan oliy harbiy va harbiylashtirilgan hamda yuridik ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozli tavsiyanoma taqdim etiladi. Amudaryo tumanidagi 56-sonli umumta'lim maktabida tashkil etilgan ilk jasorat sinfiga qabul jarayonining birinchi kunidayoq 10 nafardan ziyod o'quvchilar kelajakda ona vatan himoyachisi bo'lish istagini bildirib, hujjat topshirishdi. Ayni paytda maktabga qabul jarayoni uyushqoqlik bilan davom etmoqda. O'z farzandlarining orzu intilishlarini qo'llab-quvvatlash istagida bo'lgan ota-onalar ta'lim-tarbiya ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan 56-sonli maktab negizida ilk faoliyat boshlayotgan jasorat sinfi o'quvchilari kelajakda haqiqiy vatanparvar, jasoratli insonlar bo'lib voyaga yetishlariga katta ishonch bildirishmoqda. Zero, vatanparvarlik xalqimiz uchun oliy qadriyat, ana shu qadriyatga sodiqlik esa chinakam jasorat timsolidir. Mamlakatimiz yoshlarini harbiy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanga muhabbat, umuminsoniy qadriyatlarni ulug'lash maqsadida 2024-yil 15-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan chaqiruvga qadar yoshlarni
qayta tayyorlash, boshlang'ich tayyorgarlik tizimini yanada takomillashtirish maqsadida 2024-yil 15-noyabr kuni 393-sonli qarorini qabul qildilar. Bu qaror maqsadida, bu qaror natijasida 2025-yil 23-may kuni O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Mudofaa vazirligi bilan qo'shma qarorda jasorat maktablariga qabul qilish bo'yicha o'quvchilarni ariza Prima.uz saytiga joylashtirish bo'yicha arizalar qabul qilish boshlandi. 2025-26 o'quv yilidan boshlab bizning 56 sonli maktabda 5-sinflarda jasorat sinflari tashkil qilinyapti. Mana kechadan boshlab 2-iyun kuni sanasidan boshlab o'quvchilarni internet orqali, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ariza Prima.uz sayti orqali o'quvchilarni qabul qilish jarayoni boshlandi. Tumanimizdagi 5-sinf o'quvchilarini maktabimizda ochilayotgan jasorat sinflariga o'qish uchun taklif qilamiz. Tashkil qilingan jasorat sinflarida matematika, CHQBT, jismoniy tarbiya, ingliz tili, tarix fanlari chuqurlashtirilgan holda o'qitiladi.